Voy voy voy, qo'lingizga nima qildi? Yiqildim. Sinibdi. Og'riqqa umuman chidolmayapman. Men-ku oddiygina ehtiyotsizligim tufayli shunday azob chekyapman. Ammo endigina tug'ilgan chaqaloq bunday og'riqqa qanday dosh beradi? Hali 29-mart kuni tug'ildi. Yelka qismini sindirgan. Yelka qismi siniq chaqaloqni. Gap shundaki, ijtimoiy tarmoqlarda yangi tug'ilgan chaqaloqning qo'li singani haqida video murojaat e'lon qilindi. Ma'lum bo'lishicha, chaqaloq Mirishkor tumani Chandir qishloq vrachlik punktida dunyoga kelgan. Uning yaqinlari chaqaloq tug'ruq jarayonida hamshiraning ehtiyotsizligi tufayli jarohatlanganligini aytishmoqda. Hozir qizimni qizchasi bu, o'zimni yonimga olib turibman. Buni ko'rayotgan har bir azobi, har soatda, har minutda ko'rayotgan azobi bu. Kimlarnidir aybi bilan bo'layotgan narsa bu bizning qishlog'imizda. Mana xulosasi, mana rentgen qog'ozi tug'ruq paytida sindirilgan. O'sha hamshirani aybi bilan chaqaloqning qo'li singan. Biz vaziyatga aniqlik kiritish maqsadida Qashqadaryo viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi axborot xizmati bilan bog'landik. Hozirda holatga aniqlik kiritish maqsadida Sog'liqni saqlash boshqarmasining tegishli mutaxassislaridan iborat ishchi guruhi tomonidan o'rganish ishlari davom etmoqda. Mas'ulning qo'shimcha qilishicha, hozirda chaqaloqning ahvoli yaxshi. O'rganish ishlari yakunlangandan keyin voqea yuzasidan batafsil ma'lumot berilishi ma'lum qilindi. Biz mazkur holat yuzasidan o'rganish ishlari yakunlangandan keyin chaqaloqning qo'li sinishiga kim sababchi bo'lganiga aniqlik kiritishga harakat qilib ko'ramiz.